umurtqaga tegishli masalani hal qilamiz. Xo'sh, umurtqa haqida gaplashamiz. Men sizlarga umurtqa mashqini qilishdan oldin bir narsalarni aytib bersam. O'zi mana men doim chizib ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Misol uchun mana tasavvur qiling. Mana bu bunday keyin bunday. Endi bu haligi men zo'r chizishni bilaman. Sizlar lol qoldirmayapman-da, shuning uchun sal bundayroq chizib beraveraman. Bu umurtqa pog'onalari. Грубый anaqa предположительный рисунок deydi-ku. Mana bu umurtqa orqasidagi suyaklar, asisti atrostik deyiladi. Mana orasida disklar. Mana qaranglar, disklar. Men birinchi kun sizlarga tushuntirdim, aytdim. Mana shu umurtqa mana bu yog'idan qizil qiling shunda. To'g'rimi? Buni ham qizil qiling. Umurtqani mana bu betlaridan mushaklar o'tadi. Mana mushak. Bu ham mushak. 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 Orqada ham mushak. Endi bu mushaklar juda ham bunaqa to'qilib yotadi. To'qilganda bu bunaqa puchok, ya'ni bunaqa siqim, uyum. Bu o'tgan rassa ko'p mana betlarda mushaklar. Ana, endi tasavvur qiling, biz agar ikkita mana mushakni mana shu yerdan mana bu mushak polni qisilsa, toraysa, zo'riqsa, kuchansa, yig'ilsa, o'rtada turgan suyakni parchalab tashlashi mumkin ekan. Olimlar tekshirishi bu. Agar deyapti, umurtqaning yonidagi mushaklar qattiq zo'riqsa, o'rtadagi suyakni parchalab tashlashi mumkin deyapti. Endi kimlardadir ikkala mushak zo'riqadi. Natijada nima bo'ladi? Mana disklar bir-biriga nima bo'lib qoladi? Yaqinlashib qoladi, qadrdonlar. Disklar bir-biriga mana bu yoqlardan ezilib lipyoshka bo'lib, suyak bir-biriga yaqinlashib, mana o'rtadagi disk ikkita tarafga qarab oqishni boshlaydi. Yoki agar bu mushak kuchli zo'riqib, bu sal kuchsiz bo'lib tursa, bu yoqqa yig'ilgani uchun bu qayerga qarab qiyshayadi? Bu yoqqa qarab chiqadi. Mana bu yoqqa qarab bunday qiyshayadi, to'g'rimi? Demak, agar mushak mana betdan mana betgacha zo'riqish bo'lsa, mana 3-4tasi bu yoqqa qarab oqadi. 3-4tasi bu yoqqa qarab ketadi. Mana ular orasi ham ochiladi tabiiy hol. Mana ular bunday qiyshayadi bu yoqqa. Agar mana betdagi va mana betdagi mushaklar zo'riqsa, bor yo'g'i ikkitasi bir-biriga yaqinlashadi, uzoqlashadi bir-biridan, bu tabiiy hol. Mana bu yoqqa qarab oqadi keyin. Tushuntira oldimmi? Umurtqada boshqa muammo yo'q. Boshqa muammo yo'q umurtqada. Bu chiqdi-ku bu yoqqa. Bu yoqqa oqqandan keyin mana bu yerda nervni korishok bor. Ya'ni nerv tolasi chiqadi bunday. U nerv tolasining ustida izolentasi bor. Korishok degan izolenta. O'sha endi o'zbekcha aytyapman. Nerv chiqib ketadi. Tushuntira oldimmi? Endi qarang, men sizlarga hozir haligi bir rasmlarni ham ko'rsataman sizlarga, yaxshi tushunishinglar uchun. Endi bilasizlar, men yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun mana aytaylik, mana bu rasm. Mana qarang. Bu umurtqa, bitta umurtqaning pog'onasi. Umurtqa pog'onasi. Ko'ryapsizlar? Mana. Mana bu yerdan nervlar bunday chiqadi, mana bu yerdan chiqadi. Mana bu yerda bunday nerv chiqish uchun maxsus joy bor. Mana bu yerdan bunday nervlar chiqadi. Hozir ko'rasizlar uni. Nerv mana bu yerdan chiqadi. Endi qarang. Mana bu tepadan ko'rinishi, bunday bursangiz mana bunga o'xshab qoladi. Mana bu yerda disklar joylashadi. Mana uning ustida disk turadi. Bu qattiq suyak. Mana teshik bor, mana teshik. Bu teshikdan orqa miya chiqadi. Orqa miya bu milliardta kabel. Mana hozir bunday borsangiz, haligida anaqaga kirsangiz, bunday kabel bo'lib yotibdi. Katta qora ust izolentali kabellarni bir-biriga bunday kabel qilib qo'ygan. Mana bitta izolentani ochsangiz, ichida yana kabellar. Bitta kabelni ochsangiz, ichida yana mayda kabel. Bitta mayda kabelni ochsangiz, ichida mayda volokno. Qarang, haligi optika volokno deydi. Bittasini o'zini ichi to'la mayda kabel. Biz ham nervimiz xuddi shunaqa. Tushuntira oldimmi? Hozir men bu yerda endi topa olmayman. Bugunda ko'rsatardim, lekin hozir ko'rsataman. Nega topamas ekanman? Bizda haligi bor-ku axir.
Buyuk Google bor. Haligi folbinlarning folbini, olimlarning olimi, arxivlarda eng zo'ri Googlejon. Mana hammamizga tanish bo'lgan Google qani ko'rsatchi bormi, yo'qmi? Hozir mana. Bunday qilamizda. Tak. Bitta, mana bitta bunaqa bilan ko'rsatgan ekan. Hozir mana shunisini ham ko'ring. Mana qarang. Xo'sh. Mana bitta. Mana ko'ryapsizmi? Mana. Вот это очень хороший rasm. Mana bizga zo'r ko'rsatib beradi. Tiniqlash. Mana qarang. Hozir bunday qiling. Mana ko'ryapsiz? Bunday ochsak, mana boyagi disklar mana. Disklar ko'rdinglarmi? U dumaloq, yumshoq, bunday harakat chayrda u. Chandir. Tushunishimizga oson bo'lishi uchun. Mana suyakdan boshqa narsa emas. Mana kesgan, mana u. Mana nerv, mana o'rtada ko'ryapsizlarmi kabilni? Kabillar ko'ryapsizlarmi? Mana kabil. Orqadagilarga ko'rinyaptimi? Qizlar kabilni ko'ryapsizlarmi? Mana shu kabil. Mana shu kabil, mana bu yerdan bitta bunday, mana bu korishok deyiladi, nervni korishok. Mana bu suyak ushab turadi. Mana diskingiz bu yoqqa qarab chiqsa, mana bu nariyoqqa qarab egiladi. Mana buni orasi to'la mushak, hozir ko'rasizlar. Mushak bitta qisadi, nariyoqqa qarab egiladi. Mana disk bu yoqqa qarab chiqib, mana korishokni qisib qo'yadi. Nervni qisib qo'yadi. Agar disk nariyoqqa qarab chiqsa, nervga tegmaydi. Shuning uchun bir xillar grijasi nervga tegmaydi. Grijan bor 5 sm yoki 5 mm. Qalay, yuraveraman, lekin 5 mm grijan bor ekan bilmagandim. Bir xillar bo'lsa o'lib qoladi. Og'riyapti, yurolmayapman. Nega desiz, buni grijasi masha qarab chiqqanda nervga tegib qo'ygan. Ana uniki nervga tegmagan. Tushuntira oldimmi? Mana kabilni ko'rdinglarmi? Mana teshik orasidan o'tgan. To'g'ri miyaga kirib ketadi. Mana bu yerda esa, mana bu yerda. Mana u ham mushak. Mana u ham hammasi haligi svязка, mushak, paylar. Mana pay. Hozir uni ko'rsatamiz. Mana bu bunaqa variant ekan. Mana ko'rdinglarmi? Boyagi mana bu yerdan, mana o'rtadan nariyog'idan kirib ketgan ichkariga. Endi men sizlarga nega ko'rsatyapman? Чтобы sizlarda yaxshi tushuncha paydo bo'lsa zo'r bo'ladi deyman-da. Yana ham bilmadimmi? Mana ko'ryapsizlarmi? Oralarida ham paylar bor. Ana ularda oralarida ham pay bor. Mana kabelni tuzilishi mana. Kabelni ichi. Mana kabelni ichi, mana nervlar kirgan, ichi to'la kabelmash. Qon tomiri kabel. Endi bu yoqqa qaytib kelamiz o'zimizni. Men sizlarga nega hozir men sizlarga bunaqa maydalab tushuntirayotganim hozir tushunib olasizlar. Mening maqsadim sizlar mashqni yaxshi qilishinglar. Umurtqa muammosi nimaligini tushunsangiz, yaxshi keyin mashqni nimaga qilayotganimizni tushunasiz va qanaqa qilib to'g'ri qilishni tushunasiz. O'shaning uchun men maydalab tushuntiraman sizlarga. Bo'lmasa menga zararmi? Sizlarda ham o'zim ham qiynab turing. Mana qarang. Endi misol uchun bizga mushaklarni ko'rasiz. Mana birinchi mushaklar, mana ikkinchi mushaklar. Mana qarang. Mana bu mana mushaklar, mana boya aytganimizdek, boyagi siz ko'rgan mana pog'onalar ko'ryapsizlar-a? Mana bunday o'tib ketgan. Mana bu yon tomoni, mana bu yoni, mana bu yoni bu chiqib turibdi. Nariyog'ida mana teshik mana. Nariyog'ida dumaloq disk turadi. Mushaklarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa ko'pligini? Bu yuzakisi qali. Mana uni qarang, mana. Bu ustidan endi qaraymiz hozir, mana qarang. Ko'ryapsizmi qancha ko'p mushaklar? Buni ustidan mushaklar bor. Shu mushaklarda qaysidir bittasi sal zo'riq qolsa, ketdi-da ana umurtqaga uje og'riydi deysiz. Mana kuraklaringiz, manetlaringiz og'rib yuradi-ku. Sababi manetdagi mushaklarda zo'riqqani bo'ladi. Boshqa muammo yo'q. Mana mushakni ko'ryapsizmi? Qancha ko'p mushak? Hozir men buni bunday aylantira olmayman-da. Mana mushaklarda qaysidir bittasi sizda doimiy ravishda zo'riq yotibdi. Ana shuning uchun bo'yningiz og'riyapti. Nega? Chunki mana mushagingiz noto'g'ri turibdi, tortib turibdi. Mana qarang, boshga yopishganmi? Boshda nariyoqqa sal eksa mana mushak nima qiladi tabiiy? Cho'ziladi. U uzoq cho'zilib turavergandan keyin charchab ketadi. Endi hozirlarga men bitta zo'r narsa o'rgataman. Hozirlar bunday boshda aylantirasiz-ku, qisir qiladi. Sababi disk miskingiz orasida tuz boridan emas. Bu yerda qatga tuz turadi, bu yerda o'zingizlar qaranglar, qatga tuz turadi bu yerda.
Tuz turadigan joyda, tuz yig'adigan apparat yo'q bu yerda. Tuz tarqatadigan apparat yo'q, tuz maydalaydigan apparat yo'q. Tuz degan gap noilmiy gap. Bu nima desangiz, mana hozir sekundlar ichida dashi kerak bo'lsa, o'sha 1 minutda siz hozir osteoxondroz degan qasr qusuringizdan qutulib qo'yasiz. 1 minutda. Qarang. Hozir shu turish boshingizni bunday qimirlating. Qaysidir mushagingiz cho'zyapti, qaysi biri tortyapti, qaysidir bir joyingizda qasr qusur bor, ha? Bormi? Sezyapsizlarmi? Bunday qilsangiz bormi? Qarasha, endi bunday qilasiz. Qomatni bunday ko'tarasiz. Yelka tepaga, orqaga, pastga. Bizning vazifa mana ikkita mana mushaklar bunday kurakda orasiga tushish. Hozir bunday qilib turganimizda bular bunday cho'zilib, bunday bo'lib turibdi. Va boshni aylantirganingizda cho'zilib bunday qilib turgan mushaklar qitir qilib o'tadi. Tushuntira oldimmi? Bizning vazifa mana bosh to'g'rilikda mushaklar kuraklarning orasiga o'zini joyiga tushsin. Yelkalaringizni tekislang. Mana yelka bunaqa turmasin. U ves mana ko'ryapsizlarmi? Mushakni hammasini cho'zadi. Oqibatda charchoq, og'riq vujudga keladi. Bunday to'g'rilang, joyiga qo'ying. Joyiga qo'ying. Mana uni bunday joyiga qo'ying, shunda bu cho'zilmay to'g'rilanadi. Endi yelkani keng qiling, joyiga qo'ying yelkani. Mana cho'qqi bilan tepaga cho'zilasiz. Da shu yerda o'zida bunday turing, qarang. Aylantirganda yelkangiz tekis tursin. Qarshi yelka joy to'g'ri tursin-da, o'zini anatomiyasiga xos tursin. Ana endi sekin boshni qo'yib bunday aylantirib ko'ring-da. Bunday. Aylantiring. Qasr qusur yo'qmi? Yo'q. Agar kimda qasr qusur yo'q, ha? Yo'q. Kimdadir qasr qusur bo'lsa, kimda bo'lsa, demak siz to'g'rilamabsiz qomatni. Yo qomatingiz bunaqaroq, yoki bunaqaroq, yoki bunaqaroq. Tushuntira oldimmi? Tekislashingiz kerak. Shunday mushakni, mana qarang, uni topish bunday bo'ladi. Qomatingiz bunday qilib, bunday qilasiz. Agar mana bu yerda cho'zilsa, o'sha yerda bunday to'g'rilang, yelkangizni cho'zilishi yo'q bo'lib qoladi. Keyin sekin o'tkazasizda, qayerdadir cho'zilish bormi? O'sha cho'zilish bo'lgan joyga sal to'g'rilang. Mana belingizdan tortib hamma joyingizni tekislang. Da keyin qilayotganda mana yelkangiz tekis turadi, boshda o'zini bunday aylantiring. Boyagi cho'zilishlar ham yo'q bo'lib qoladi. To'g'rimi? Kimda hozir cho'zilish yo'qoldi, qo'l ko'taring, shunaqalar bo'lsa. Cho'zilish boya bor edi, hozir yo'q. Ana. Kimda qasr qusur yo'qoldi, boya bor edi, hozir yo'q. Kimda kamaydi qasr qusur? Kimda kamaydi? Vo, ana, qarang. Ana ko'rdingizmi? Ana, kimda agar o'zgarmayotgan bo'lsa yoki yo'qolmagan bo'lsa, demak siz hali qomatni to'g'risini topa olmadingiz. Tushuntira oldimmi? Chunki siz qomat shu deb o'zim men noto'g'ri ko'rsatyapman. Men opshiq qilyapman. Chunki kimdir bunday qiyshayib o'tiribdi-da, u bundayda. Hozir o'tirganda ham bir qiladi. Bunday qilsa battar qiyshiq bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Sizning vazifa qomatni to'g'risini topish. Qo'llarni bunday tekis qilish, bunday cho'qqi bilan cho'zilish, boshni bunday to'g'rilash, keyin aylantirayotganda bunaqa qilib aylantirmang, noto'g'ri. Boshingiz tekis turib aylanish kerak. Mana. Tushuntira oldimmi? Agar qayerdadir qisir qilsa, qisir qilgan joyga kelasiz, diqqat qaratasiz, o'sha yerda mushakni bo'shashtirasizda, sekin o'tkazasiz. Qisir qilish sababi boya aytganimdek, mushakni zo'riqishi. Umurtqamizda boshqa muammo почти yo'q, 90% muammo zo'riqishdan. Men buni o'sha kuchli olimlar bilan gaplashib, haligi kelindi shu xulosaga. Bu meni fikrim emas. Bu ilmiy fikr. Mushakdagi muammolarning 90% mushak umurtqadagi muammolar 90% mushakdagi zo'riqish. Tushuntira oldimmi? Elementarni, noto'g'ri ko'tarish. Bugundan boshlab iloji boricha hammangiz nimadir ko'taradigan bo'lsangiz, bunaqasiga ko'tarmang. Misol uchun sumka bo'lsa ham, nima bo'lsa ham. Bunday ko'taramiz biz. Voy, deb. Yoki bunday turgan sumkani bunday qilib ko'taramiz. Deb. Taqiqlanadi. O'tirasiz. Qomat tekis tursin. O'tirasiz. Ushlab olasiz. Qomat tekis turadi. Oyoq bilan turasiz. Tushuntira oldimmi? Shunda umurtqangiz hech qachon kasal bo'lmaydi. Yerdan ko'tarmoqchisiz. Keldingiz. Xohlang oyog'ingizni oldinga qo'yib olib, bunday egilib turib ushlab, keyin turasiz. Qomat doim tekis tursin. Hech qachon grija degan narsa bo'lmaydi. Biz bilmaymiz. U bunday qilasiz-ku. Ana shu paytda kutilmaganda tirs deydi, tamom. Tushuntira oldimmi? Ana shu uchun men qachchokman degan bolalar ham noto'g'ri ko'targandan dabdalasi chiqadi. Sport bilan shug'ullanadiganlar, trenerlar aytadi. Sen deydi, shtanga ko'tarayotganingda yengilini ko'tarsang ham deydi.
Beling tekislar deydi doim. Tushuntira oldimmi? Ular ham ko'tarayotganda minday olmaydi hech qachon. Ular minday qilib oladi. Mana shunday oladi. Tushuntira oldimmi? Ko'targanda tekis turadi. Hay deb oyoq bilan ko'taradi ular ham. Tushuntira oldimmi? Ayting. Shu mushaklar shamollashi mumkinmi ustoz? Mushak shamollashi bitta bo'ladi. Bitta sabab bor. Nima shamollash desangiz qarang. Mana mushagingiz zo'riqdi. Zo'riqqandan keyin hozir bu yerda ko'rsam ko'rinmayapti. Haligi boshqa rasmlarda ko'rasiz. Endi bu yerda men hozir ko'rsata olmayman. Agar bo'lsa ko'rsatib yuborardim. Misol uchun mana bu yerda bo'lishi mumkin. Mana qarang. Mana bu biz tepadan qarayapmiz. Mushaklarimiz yig'indisi bu. Hozir ko'rasiz, qarang. Hoppa. Sen qochib tur. Sen ham qochib tur. Tak. Bunday. Mana qarang. Bunday ochamiz. Ko'rinyaptimi sizlarga? Orqadagilarga ham ko'rinyapti. Mana boyagi suyak. Mana suyak. Mana suyak. Mana suyak. Mana o'rtadagi boyagi anaqalar. Kabellar. Mana kabel. Mana bu suyak disklar. S4-umurtqa bu. Demak, qarang. Mushaklar ko'ryapsizlarmi qancha ko'pligini? Ko'ryapsizlarmi? Shuni hammasi mushak. Mana suyak. Mana. Endi mabodo mana mushaklar orasidan o'tgan qon tomirlar mushak qattiq zo'riqqanda qon tomir nima qiladi? Qisiladi. Qisilgandan keyin qon aylanishi nima qiladi? Buziladi, qiynaladi, to'g'rimi? Qiynalgandan keyin qon tomir, mana sonniy arteriya degan mana arteriyalar. Mana betlarda bor. Mana bu endi betda juda ko'p qon tomirlar. Biz hozir betda ko'rsatilmagan, ko'ra olmaymiz. O'sha qon tomiri toraydi, qon aylanishi buzildi, qon yaxshi kelmayapti. Qon yaxshi kelmayotgan joydagi mushaklarda mikroblar paydo bo'ladi. Mikrob. Chunki qon kelmayapti, qon bilan haligi himoya vositasi uncha yaxshi kelmayapti. Mikrob paydo bo'ladi. Plus qon yaxshi kelmagani uchun boyagi joydagi hujayralar och qolib o'lishni boshlaydi. Chunki qon bilan kislorod kelishi kerak, qon bilan oziq modda kelishi kerak. Lekin kelmayapti. Natijada boyagi joydagi hujayralar o'lishni boshlaydi. Ko'p hujayra o'lgandan keyin yoki o'sha yerga mikrob kelgandan keyin organizm o'tga majburlab olib boradi. Limfa, o'sha yerda birinchi o'rinda suv, limfani ko'rdinglar-ku, mikroblarni ovlab yurgan telohranitellarimiz boyagi limfada suzib yuribdi, hujayralar orasidagi suvda. O'sha limfa ko'payadi. Nega siz hujayralar ko'p o'lib ketdi, mikroblar o'tda bir narsalar qildi. Ana o'sha limfani ko'payishini biz shamollash deb ataymiz. Aslida shamollash jarayoni bizning organizmimizni tiklanish jarayoni aslida. Tushuntira oldimmi? Ayting. Endi limfa tuguni kasal bo'lishi tabiiy hol mumkin. Bu ham o'sha напряжение zo'riqishdan, birinchidan noto'g'ri harakatlardan, noto'g'ri ovqatlanishdan, keyin limfadan foydalanishdan. Uni hali aytib beraman. Limfa tizimi alohida tizim. Uni hali aytib beraman. Limfa immunitetga javob beradi va ko'p boshqa vazifalari bor. Ularni hammasini hozir ochib berishga vaqt yo'q. Limfa tuguni kasallar, limfa sistemasi o'zi u nima deydi? Katta bir sistema. Uni alohida aytib beraman. Hozir esa umurtqaga qaytib kelamiz. Qarang. Limfa hamma joyimizda bor. Demak, shamollash deganimizda biz mushakni shamollash, любой joyda shamollash bu o'sha yerda limfani yig'ilishi. Haligi yiringlabdi deydi-ku. Yiring nima? Yiring bu o'lik hujayralar, o'lik mikroblar yig'indisi. U limfada yig'ildi. Endi badanda ma'lum bir joyda ko'paydi. Uni badan tozalab chiqarib tashlash kerak. Lekin u yerda qo'shimcha mikroblar paydo bo'lyapti. Yana o'tda tirik qolgani oziq modda bor, tirilyapti. Ana shuning uchun bizning badan o'sha ular dakansa o'lsin deydi, temperaturani shiq qilib ko'taradi. 36.6 ni 37, 38 qilib qo'yadi. Nega? Chunki temperatura yuqori bo'lganda boyagi yiring zonasidagi mikroblar o'lishni boshlaydi, ko'tara olmaydi ular buni. Tushuntirib? Qarang, bizning badan jinnimi? Bizning badan esi yo'q badan deb o'ylaysizmi? Bizning badan shunaqangi aqlli qadrdonlar. Faqat biz to'nkamiz. Temperatura chiqsa nima qilamiz? Darrov tushiramiz. Natijada mikroblar ha rahmat deydi. Vapshi mazza endi deydi.
Masalan, ovqat yedingiz, ko'nglingiz aynidi. Ko'nglingiz aynishning sababi ovqatni chiqarib tashlamoqchi organizm. Biz nima qilamiz? Ko'ngil aynishga qarshi bitta ichamizda dash yeymiz. İçimiz dabdala bo'ldi. Tushuntiryapmanmi? Limfa haqida aytib beraman. Limfada misol uchun haligi oyoq ishadi-yu, oyoq ishganda machigon ichadi. O'sha eng bo'lmag'irgarchilik. Bu yurak yaxshi ishlab turgan bo'lsa, machigonni ichmash kerak. Tushuntira oldimmi uni? O'zi chunki u limfa ishishini sababi o'sha yerda kir ko'paygan, suv yig'ilib kirni tozalamoqchi. Biz machigonni ichdik, buyrak qondagi suvni so'rib oladi, qonga suv kerak, mana yerdagi suvni so'rib oladi. Mikrovirus qoldida vobshik mazaq ko'payadi. Keyin tizzasida bunaqa bo'libdi, tizzasi unaqa bo'libdi, tizzasi qorayibdi, tizzasi oqaribdi, tizzasida mikrob yig'ilibdi, tizzasida yemirilish boshlanibdi. Sabab prosta biz noto'g'ri yondashuv qilyapmiz. Tushuntira oldimmi? Ot gidelijit masala. Demak, bizning vazifa hozir umurtqaga keladigan bo'lsak, asosiy vazifamiz nima ekan bizni qadrdonlar? Mana bular mushak bo'lsa, mana bu umurtqamiz bo'lsin. Buni ham qo'shib qo'yavering, vdruг kerak bo'lib qoladi. Mana qarang. Demak, bizni vazifa mana mushaklarda zo'riqish bo'lishi mumkin. Bilmaymiz. Qayerimizda qanaqa zo'riqish bor? O'sha zo'riqishni bo'shashtirish kerak, okey? Birinchi vazifa bo'shashtirish. Qanaqa degan savol bor, hozir tushuntirib beraman sizlarga uni. Haligi u ham alohida mavzu. Mana bu bizning kabellarimiz. Mana bu yerda disk. Disk o'z-o'zidan hech qachon kasal bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Mana suyak o'z-o'zidan hech qachon kasal bo'lmaydi. Bunda muammo kamdan kam bu haligi 1000 tadan bitta bo'lishi mumkin suyakda ayb. Haligi kalsiy yetishmovchiligi u juda ham kamdan kam holatda bo'ladi bizda kalsiy. Mana bu diskda hali o'zida kasal bo'lishi deyarli yo'q. Faqatgina mana bu noto'g'ri mushaklar noto'g'riligidan disk bunday chiqadi, o'shani grija deydi, bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Korishoklar qisilib qoladi, mana suyaklar qisib qo'yadi. Sababi opять mushakda. Mana ikkita pay, ko'ryapsizmi? Mana qarang. Mana pay, mana suyak, ikkita disk. Ko'ryapsizlar? Mana qaranglar, yaxshi e'tibor bering-da. Mana pay, bu yerda ham pay bor, bu yerda ham pay bor. Mana bu yerdan diskdan, anaqadan, korishokdan, ya'ni nerv chiqib turibdi, ko'ryapsizlar? Mana yerda teshikdan chiqyapti mana, ko'ryapsiz mana. Mana ikkita pay shunday bir-biriga yaqinlashsa nima bo'ladi? Nerv qisiladi. Shu. Ko'ryapsizmi? Nega bu bir-biriga yaqinlashib qoldi pay? Zo'riqish. Qarang, umurtqada mushak, asosan mushak. Soответственно, suyak, muyaklar gap yo'q, bu yerda mushak. Mushak nima qildi? Zo'riqish degani qadrdonlar. 1000 ta sababga ko'ra bo'ladi, lekin hozir men sizlarga bitta narsa aytib beraman, yaxshilab eshitib olinglar. Qarang. Misol uchun men yoshligimda sharq aka kurashlar bilan shug'ullanganimda, endi bilmayman 5 yoshimdami, 6 yoshimdami obort tashagan rahmatli onam, ana shu bola trenovka qilsin, uyda hamma joy to'polon tashadi deb. Yoqub aka degan bir trener bor hali ham, Xudoga shukr. Haligi Xitoyda trenovka qilib kelgan. Xitoylik ustozini kelib turar. Sansei. Haligi 1 yilda bir, 2 yilda, 3 yilda bir. Haligi o'sha Yoqub aka meni shpagatim ochganda. Haligi katta gruppalar, men unda kichkina gruppa edim-ku, katta gruppadan ikkitasini chaqirgan. Boyagilar kelgan, men o'tirganman, oyog'im shunday ochib o'tirib olganman. Mana haligi bularga o'xshab o'tirib olganman, oyog'imni ochib. Shunday oldimga o'tirganda, ikkita oyog'ini meni oyog'imni mana bu yetiga qo'yib, bunday oyog'imni ochgan. Oyog'im orasini. Bunday ochganda, ana ikkita katta gruppadagi orqamga o'tib, oldinga itaryapti, ana ikkitasi qo'lni ushlab olgan. Yoqub aka mashinaqasiga oyog'im shunday tortganda, haligi g'ichir-michir qilmagan, g'avch deganda. Haligi mashinada turib qolganda, mashinada baqir-chaqir qo'lim qo'yib olmayman, ana ikkitasi ushlab olgan qat. Qimirla olmay, qilib baqirishimga qarab o'tirmay, shap tur degan. Qarshilatib haligi ayollar o'zicha, siz bola tug'magansiz dedi-ku, sizlar shpagatilar ochmaganda prosta. Ochsin edi, ko'rasizlar, bola tug'ish bundan osonroq. G'irchillatib ochib tashlaganda shpagatim. Keyin qo'yib yuborgan, ashinda qolgan oyog'im. Yig'aman deganimcha-chi, bitta ikkinchi marta ochganday bo'lganda yig'ganimcha. Dabdalam chiqib yotib qolganman. Keyin turib, haligi o'zim kelganimdan bo'ldim, o'zim keyin ketaverdim. Mashinaq ketganman, mashinaq yura olmaganman. Dabdala oyoq.
Shundan beri shpagat desa bezilmaymanda. Ha? Nima qilsa? Ha, endi men sizlarga undan zo'r yo'lni o'rgatmoqchiman hozir. Men o'z paytida keyin bularni bildim, sport bilan endi bilib turibsizlar, yaqinman. Haligi shu yo'nalishda shug'ullanardim. O'zim keyin trenirovka ham qilganman bolalarda. Ana o'sha paytda hozir keyin sport shkola bor mana Olimpiya zaxiralari kollejida. Bir muddat o'sha yerda ham faoliyat olib borganman sportsmenlar bilan psixologik sifatida. Qarasam boyagilarni oyog'ini yirtib yotibdi. Xuddi men aytdim, to'xtanglar dedim, bittasiga aytdim, "Bu yoqqa" dedim. Senga zo'r usul o'rgataman dedim. Hozir men sizlarga shu usul tushuntirib beraman. Bu usul juda oddiy. Hammangiz qo'lingizni bunday qiling. Qo'lingizni bunday qilingda qarang. Bunday bosing. Qo'lingiz uchini bosing. Bossangiz mana betingiz tortilyaptimi? Mana bunday bosing yoki betingiz tortilyaptimi? Qat tortilyapti. Ha, bu yoq tortilyapti. Bunday bosing. Tortildimi? Mana betingiz qarang, qo'lingizni vashchi qimirlatmang, shunday ushang, tortildi sal-pal. Sal torting, qattiq tortib yormang. Sal tortildi, shu turish ushangda diqqatingizni boyagi mushakka qaratingda cho'zilib turgan. Qo'yib yuboring. Mushakni qo'y, mushakni. Qo'lingiz shunday tursin. Qo'l shunday turaversin. Ezing, tortilsin. Mushakni o'zini qo'yib yuboring ichidan. Qo'yib yubordingizmi? Cho'zilish ketdimi? Endi qarang, shu turish yana ozgina qo'shing. Yana cho'zildi. Qo'llaringiz shu turish tursinda, faqat mushakni qo'yib yuboring ichidan. Bo'shashtiring mushakni. Qo'yib yubordingizmi? Ketdimi zo'riqish? Kamaydi, значит, dakancha qo'yib yubormaysiz. Qo'yib yuboring dakancha. O'zingiz bo'shashtiring. Diqqatli mushakka qarab bo'shashtiring. Bo'shashtirsangiz ham bo'ladi. Bo'shashdimi? Ketdimi cho'zilish? Yana ozgina qo'shing. Yana qo'shing. Bo'shashtiring. Siz bo'shashtirmay bosavermang. Bo'shashtiring. Bo'sh qo'ying. Mushak bo'shashyaptimi? Bo'shashdimi? Qarang qanchagacha biz olib borib qo'ydik qo'limizni. Hozircha qo'linglar qo'yib yuborsalar orqaga qaytish qiyin bo'ladi. Sekin qo'yib yuboring. Mana ko'rdingizmi? Orqaga qaytish qiyinlashyapti. Sekin qaytaring. Reska qilmang, sekin qaytaring. Hozir biz nima qildik? Qaranglar, endi mexanizmni tushuntirib beraman, yaxshilab tushunib olinglar. Mana men mushagimni bosgandim. Mushagim notabiiy cho'zilyapti, ya'ni majburan cho'zilyapti. Shu payt mushak aytadi, "Xavf" deydi. "Xavf" deydi, yig'adi o'zini. Yig'gandan keyin bu yoqqa yig'ilyapti, men bu yoqqa tortyapman, cho'zilish bo'lyapti. Mushak qo'rqib yig'ib oldi o'zini. Lekin men diqqat qaratdimda, "Qo'rqma, xavf yo'q" deb bo'shashtirdim, mushak menga ishonib bo'shashdi. Tushuntirib oldimmi? Yana ozgina zo'riqtirdim, yana xavf dedi. Yana tortishni boshladi. Men aytdim, "Qo'rqma", bo'shash dedim, bo'shashdi. Tushuntirib oldimmi? Endi shu usulda shpagatni ochsa mashina tez bo'ladi. Tushuntirib oldingmi? Oyoqni ochasiz. Faqat minimalniy nagruska bo'lsin. Sal og'riq bo'ladi. Chicha yoqimli rastiyashga o'sha yerda ushab o'tirasiz, hech narsa qilmaysiz. O'tirasizda o'sha yerda bo'sh qo'yib o'tiraverasiz. Где-то 4 minut, 3 minutda mushagingiz bo'shashib moslashadi. Yana ozgina santimetr qo'shasiz, yana bo'shashtirib o'tirasiz. 3-4 minut. Ashnaqasiga sekin shpagatingizni polni ochib qo'yish hech gap emas. Men o'zim nechtasini shunaqa ochib tashlagan shpagatini. Og'riqsiz. To'g'ri, muddat kerak. Reska bo'lmaydi. Lekin aytaylik bir hafta ketadi. No zato cho'tka ochasiz. Eng qizig'i nastoyashchi ochiladi. Agar majburan qilasiz, mushakda qo'rquv paydo bo'ladi. Mushak qo'rqib qoladi shpagatni reska ochsangiz. Tushuntirib oldimmi? Ana endi agar haligi bizni vazifa qarang, endi doktorga borsangiz, doktor tekshiradi, doktorlarda aybi yo'q. Men doktorlarni yaxshi ko'raman. Doktorlar bor, doktorlarning naqshidir. Doktorlar bor, bu doktor undan yaxshidir. To'g'rimi? Yaxshi doktorlar yaxshi. Men o'zi ustozlarim bor. Aytdim kuni. Doktorlarning zo'rlar, malodeslari bor. Doktorga borsangiz, bir xil doktorlar aytadi, "Rastashka qilamiz" deydi. Nima degani u desangiz, inkvizitsiya davrida, inkvizitsiya bilasizlarmi? Xristian dinini odamlarga majburlab tiqish davrida, cherkovlarda inkvizitsiya bo'lgan, podvalida. Sen dinga qarshi ekansan, shuni jazolaylardi. Yoqmagan odamini shunaqa deyorgan. Boyagilar ushlab cherkovga olib borgan, podvalga olib kirib, shunda bitta stanokka yotqizgan. U stanok bunaqa taxta yotqizib, qo'lini tepaga, oyog'ini pastga qilib, boyagi odamni ikkiga bo'lishgan.
Ko'rganmisizlar? Bunda ikkiga bo'ladi. Haligi ko'rmaganmisizlar? Ko'rganlar biladi. Bunda ikkiga bo'ladida inkvizitsiyani asboblaridan biri bu. Yotqizib qo'yadi, qo'lingiz tepaga, oyog'ingiz pastga, qaytdingmi biz bilan ishla? Yo'q desa, chozlaring deydi. Ikkiga bo'lib tashlaydi kerak bo'lsa. Ana o'sha inkvizitsiyani asbobini hozir doktorlar ishlatadi. To'g'ri ekan. Shunda borasiz, yotqizadi. Bunday buyog'izdan bo'lib, bunday cho'zib qo'yadi. Umurtqani cho'zish. Ana shu inkvizitorlardan qolgan. Jallodlardan. Bunday cho'zib qo'yadi. Abu sizni majburan cho'zganda, majburan qilganda mushak qo'rqib o'zini yig'adi-ku. Majburan shpagatni ochganda mushakka travma bo'ladi-ku. To'g'rimi? Mushak qo'yib yuborgandan keyin battar o'zini yig'ib oladi. O'shaning uchun borganlardan so'rasam, bordim, cho'zib qo'ydi, dabdalam chiqdi. Keyin uyga bordim, ertasi kuni 2 barobar dabdalam chiqdi dedi. O'sh desam, keyin bormadim dedi. Qarang, ikkinchi bo'mag'irgarchilik bor umurtqaga tegishli. Umurtqa og'riyapti, bunaqa desa, turnikka oling deydi. Eng esi yo'q gap shu. Eng bo'mag'irgarchilik. O'zingizlar o'ylanglar. Turnikka osildingiz. Nagruzka majburiymi? Oyoq pastga tortadimi? Mushaklaringiz, shuncha mushagingiz qo'rqib ketdimi? Ular majburan cho'zilyaptimi? Vesini ko'tara olmagani uchun cho'zilib turadi. Keyin qo'yib borib tushishingiz bilan u mushaklar nima qilib oladi? Hozir qo'lingizga o'xshab orqaga shiq qilib yig'ib oladi-da. Endi agar siz sport bilan shug'ullanib, sekin-sekin trenirovka qilsangiz foydali. No umurtqasi, qarang, bu odam qanaqa odam boradi o'tga? Agar turnikka osilib yurgan odam bo'lsa, gap yo'q. U turnikka osilmagan. Buvijon boradi. Buvijonga aytadi, siz turnikka osiling. U buvijonni mushaklari vapshi, latta, zaif bo'lib yotibdi. U olib turnikka osiladi, mushak shiq qilib o'zini yig'adi. Tushuntira oldimmi? Endi agar qachatsa qilib trenirovka qilib yurgan odam bo'lsa-ku, mushaklarning podдержкасы bo'lib, karkasi bo'lib, olib osilsa ham boyaga o'zini ushlab qoladigan bo'lsa, yo'qda unaqa. To'g'rimi? Natijada двойной udar bo'ladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Endi qadrdonlar, eng asosiysi mushaklarni nima qilish kerak edi? Bo'shashtirish kerak. Umurtqani cho'zishdan avval mushakni bo'shashtirish kerak. Va bo'shashgan mushakni o'zini предохранителini hisobga olib cho'zish kerak. Ya'ni, men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchidan tekis joyga yotish kerak. Nega desangiz, bunaqa narsa yotadi-ku, boshingizga nimadir qo'ydingiz, tasavvur qiling, mana nimadir qo'yganingizda, mana bular cho'ziladi, mushak o'sha qiyshiq cho'zildi. Shu, mushakka nagruzka bor. Plus, mana qalqonsimon bezingiz qisildi. Nafas yo'li yopildi. Nega odamlar bunaqa qilishni yaxshi ko'radi? Menday tursam nazorat qilib turibman deb o'ylaydi-da. Menday qilsam boshim aylanib ketyapti deydi. Aylanaversin boshingiz. Bir aylanib olsin, qo'rqmang, yerdasiz, u yerga tushasiz. Boshqa qayerga ham borasiz. Aylanib olaversin, qon aylanib, hammasini to'g'rilab o'ziga kelib moslashib oladi. Tushuntira oldimmi? Moslashib olganingizdan keyin normal bo'lib qolasiz. Moslashishga bering badaningizga. Ikkinchisi, men yotibman. Endi vazifam yotgan joyimda avval diqqatni mushagimga qarataman, umurtqamning yonidagi hamma mushakka diqqat qaratib, o'sha mushaklarni nafas chiqarib deb bo'sh qo'yib olaman. Sal cho'zaman. Mana sal cho'zdim. Meni mushaklarim hozir to'polon qilmayapti. Mana boshni cho'zdim, oyoqni cho'zdim. Mushaklarim to'polon qilmayapti. Mushaklarim sal cho'zildi, lekin to'polon qilmayapti. Ana shu holatda bo'shashaman. Bo'sh qo'yaman. Bo'sh qo'yaman-da, bo'sh qo'yaman. Bo'sh qo'ydim. Yelkamni qarang, tekis turibdi, boshim tekis turibdi. Yana sal cho'zilaman, yana bo'sh qo'yaman. Bo'shashtirdim. Ana endi bunday qilib bo'shashtirdim. Agar xohlasanglar bitta qo'shimcha qo'shsalar va shu super bo'ladi. Bu qanaqa desangiz, Katsuzo Nishi degan bir yapon olimi, aynan shu bilan yillar davomida shug'ullangan olim, hali aytdim-ku sizlarga, alternativniy meditsina bor. Ya'ni haligi biznesmenlar legalniy deb sotib olgan biznes meditsinadan boshqa alternativniy meditsina bor. Alternativniy meditsina bu boyagi meditsina, ya'ni voz, bu bizga qiziqmas deydigan meditsinalarda, lekin zo'r ta'sir qiladi o'shalar, lekin pul keltirmaydi-da. Ana shu alternativniy meditsinani shug'ullangan Katsuzo Nishi degan olim bor.
Juda kuchli, именно umurtqada zo'r ishlagan. Qarang ko'zga betda katsuza nishi zo'r. Men aytganlarim bitta ikkitalari bunaqalar ashincha. O'sha olimni tavsiyasi bor. Hech qanaqa tam haligi paliglarsiz operatsiya yoki rastashkasiz yotasan deyapti. Endi mana umurtqani bo'shashtirishni men qo'shdim. O'zinglar bo'shashtirasizlar. Yotasanda deyapti. Lekin haligi yelkangiz tekis turishi kerak. Qo'lingizni qo'yib oldingiz, oyog'ingiz uchini birlashtirasizda, butun umurtqangizni bo'sh qo'yib olib, keyin oyog'ingiz uchini bunday qimirlatasiz. Qarang, meni boshimgacha qimirlayapti, ko'ryapsizlarmi? Yengil qilaman, qattiq qilmayapman. Shunday qilamanda deb bo'sh qo'yaman mushaklarim. Yana jicha cho'zilaman, jicha bo'ldi. Yana bunday qilaman. Ana. Muddat ichida. To'g'ri, reska bo'lmaydi. Operatsiya reska bo'ladi. Reska deganda ham 3 soat, 4 soatda bo'ladi. Keyin восстановлениеңizga 1 oy, 2 oy, 3 oy ketadi. Hech qachon reska bo'lmaydi operatsiya. 2 oy, 3 oy восстановлениеңizga. Agar temir tiqsin, undan battar muddat ketadi. Keyin kamida 6 oy kuzatuvda yurasiz. 1 yil jostki dori ichib yurishingiz kerak. Hech qachon reska bo'lmaydi operatsiya. Yolg'on gap shu gap. Lekin bu mashqni siz qilsangiz 1 hafta, 2 hafta qilasiz. Eksperiment qilib ko'ring. Men aytgan mashqni qilingda, birinchi kun borib grijangizni tekshiring, umurtqangizda kasallik tekshiring. Men aytgan shu mashqni har kuni 3 mahal 1 hafta qiling, borib tekshiring. O'zingiz misol anaqangiz farqni o'zingiz shunday ko'rasiz. Bitta qilib oldingizmi, bo'ldi, yaxshi yuraverasiz. Hech qanaqa ziyon bo'lmaydi sizga. Lokin operatsiya qildirsangiz, operatsiya qildirdingiz, nimalar chiqdi, bu narsa qildi, bunaqa yurdi-da. Siz shunaqa yuribsiz, stress bo'ldi sizda. Umurtqa yana dabdala bo'lmaydimi, nima deb o'ylaysiz? O'zi mushaklar zo'riqishdan bo'lgan-ku. Mushak zo'riqishi operatsiyadan keyin spayka paydo bo'lib, battar bo'ldimi? Ana endi stressdan keyin двойной udar bo'ladi-da. Lekin bu mashqdan keyin mabodo o'sha stress bo'lsa, krayniy variant yana o'shanaqa bo'lishi mumkin. Krayniy variant u men eng dabdala oqibati deb o'ylab aytayapman. Atak bo'lmaydi unaqa. Krayniy variant bo'lsa, yana shu mashq qilasiz, toppa-toza yuribsiz, soppa-soppa. Tanlash sizlardan. Mehnatdan qochmanglar. Sizlar operatsiya oson deb o'ylayapsizlarda, mehnat qilishdan qochyapsizlarda, 6 oy, 7 oy, 1 yillik mehnatga tushyapsizlar, qo'lga tushyapsizlar. Unda qocha olmaysiz. Chunki operatsiyani qildirdingiz, kesdi, "Menani qilmasang o'lasan" desa, keyin qilib yurasiz. Bunday qilib, ichib yurasiz, qilib yurasiz. Tushuntira oldimmi? Bunda esa mehnatdan qochmasdan qilsangiz, zato doim zo'r yurasiz. Men sizlarga prosta tanlov beryapman. Shu mashqimizni shu yerda qildirdik. Hozir qilamiz shuni. Hozir mashqni bunda yana qo'shimchasi bor. O'shani aytaman, birga qilamiz hozir. Shuning uchun tushuntirdim-da, men 1 soatni tushuntirdim. Demak, qarang, mashq o'tdik. Nima bo'ldi? Yorish chaqiryaptim, sizni qarang. Haligi endi men tushuntirmasam bo'lmaydi-da, qarang, to'g'rimi? Tushuntirmay qilinglarsam, hozir ko'ram tushunmaysizlar, ko'ram bo'lmaydi. Shuncha, mayli, ketdik. Nachit hozir tanaffus.